So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Shuhrat Musayev va ustoz Abror Muxtorali o'rtasidagi fikrlar to'qnashuvi keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Shuhrat, mana shu qilgan ishingiz sizni butunlay menga nimaiki samimiyman degan gapingizni hammasini nolga chiqaradi. Ustoz Abror Muxtorali sizga do'stona ukangizdan maslahat. Ma'lumki, ustoz Abror Muxtorali ayrim masalalar yuzasidan o'z fikrini va izohini bildirib o'tgan edi. Qarabsizki, ushbu holat tez fursatda jamoatchilik e'tiborini tortdi. Shuhrat, yo chiqib uzr so'raysiz, haqiqatda erkakman desangiz, samimiy bo'lsangiz, men bilmabman, adashibman deysiz, yo bo'lmasa darshi gazni bosing. Faxshalikka yonini oladigan, faxsh yonini oladigan daislar ham bor deb, bu deb ustoz, aralashmang bu temaga. Sizni yo'lingiz emas. Tushuning? Shuhrat Musayev esa ushbu holatni va mavzuni ko'tarish ustozga yarashmasligini ta'kidlab o'tdi. Bilamizki, Shuhrat Musayev ko'pincha kengayib borayotgan bahs-munozaralarni tinch yo'l bilan yakunlash, ortiqcha keskinlashishga barham berish maqsadida murojaatlar qiladi. Sizni qilishingiz kerak bo'lgan ishlar emas bular. Sizni yo'lingiz boshqa. Bu yo'lni ommaviy axborot vositalariga berib qo'ying. Ularni o'zi bu masalada hal qilib mana qilib qo'yadi. Siz qancha bunaqa temaga aralashyapsiz, siz obro'yingiz tushib boryapti bunaqa narsalarda. Tushuning? Biz bo'lsa u narsani xohlamaymiz. Siz samimiy odam emassiz. Bugundan boshlab men sizni bildim kimligingizni. Meni tilim bilan aytganda basharangiz ochildi men nisbatan. Bu vaziyatda kim haq, kim nohaq ekanligini aytish oson emas. Har ikkala tomon ham o'z nuqtai nazaridan kelib chiqib fikr bildirgan. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Sizlarga iltimos qilib qolamanki, nomaqbul so'zlarni yozmang. Bu video ham Abror Muxtoraliga bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Ustoz Abror Muxtorali sizga do'stona ukangizdan maslahat qabul qilasiz degan umiddaman. Men hozir ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan har xil narsalarga siz aralashayotganingiz, to'g'risini aytaman, noto'g'ri deb hisoblayman. Nimaga? Sizning yo'lingiz boshqa. Siz takfirchilar, Hizbut Tahrir, xavorijlar, bizni musulmon aholimizni, qatlamimizni miyasini zaharlayotgan turli tuman yo'ldagi diniy ekstremistlar, shularning maydonida siz kuchli jangchisiz. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan mamlakat ijtimoiy masalalar, ommaviy axborot vositalari o'zi hal qilib qo'yadigan narsalarga aralashib, uni orasida siz bunga diniy tuslar berib qo'yib, kimlarnidir dayus deb tashlayapsiz, kimlarnidir boshqa deb tashlayapsiz. Deyapsiz-da, siz tushuning. U sizni kontekst kesishda emas, sizni orasida gapirgan gaplaringiz ularga tiyapti. Misol xuddi o'sha Sirojiddin Mega, Siroj akam, meni qo'shnim, o billa yonida katta bo'lganman misol, yoki Otabek Jo'rayev, o necha yillik biz qadrdonlar. Shularga tegyapti gapingiz. Nimaga? Bular bu narsani tegi yetaman deb harakat qilyapti. Siz u yoqda faxshalikka yonini oladigan, faxsh yonini oladigan daislar ham bor deb, bu deb ustoz, aralashmang bu temaga. Sizni yo'lingiz emas. Tushuning? Siz kuchli insonsiz. Siz bizni din masalasida o'sha devorimizsiz. Shu devorimiz bo'lavering. Aralashmang bunaqa temalar. Sizga yarashmaydi. Sizni qilishingiz kerak bo'lgan ishlar emas bular. Sizning yo'lingiz boshqa. Bu yo'lni ommaviy axborot vositalariga berib qo'ying. Ularni o'zi bu masalada hal qilib mana qilib qo'yadi. Siz qancha bunaqa temaga aralashyapsiz, siz obro'yingiz tushib boryapti bunaqa narsalarda. Tushuning? Biz bo'lsa u narsani xohlamaymiz. Shuning uchun meni maslahatimni to'g'ri qabul qilasiz degan umiddaman. Men to'g'ri maslahat beraman, bilasiz. Aralashmang bunaqa temalarga. Mana obro'ni saqlab qo'yavering. Joningiz omon bo'lsin. Erkak odam bunaqa qilmaydi. Shuhrat, bu sizga, iminnoy sizga. Siz mana shu holatda, mana shu qilgan murojaatingizda erkak bo'la olmadingiz. Ki xohlasangiz so'rab oling. Shuhrat, yo chiqib uzr so'raysiz, haqiqatda erkakman desangiz, samimiy bo'lsangiz, men bilmabman, adashibman deysiz, yo bo'lmasa darshi gazni bosing. Bu mavzular oxiriga boradi-yu, oxiriga boradi. Hali sud bo'ladi, hali hamma narsa joyiga keladi-yu. Ana o'shanda keyin uyalib qolasizlar. Men iymonim komil. Men bir narsani gapirayotganda o'ylab turib, oqibati nima bo'lishini bilib gapiraman. O'zimdan o'zim g'aldiramayman men.